Yangi loyihalarimizdan bittasiga yetib kelganmiz. Buta Residence. Bu loyihamizni bir qancha vaqt oldin amalga oshirib bergandik. Holati juda ham zo'r turibdi. Faqat ozgina chang bo'lgan, bir ikkita joylariga shikast yetgan, qo'li bilan tepib ko'rganligi sababli xudo xolasa bularni hammasini bartaraf qilamiz. Podmaketnikiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, qora rangdagi taroladan foydalanganmiz. Sababi sotuv ofis devorlarida xuddi shunaqa ko'rinishdagi dekorlardan foydalanilgan. Korkaga ko'p qo'shib turgan ramkasiga e'tibor berasizlar. Pastiga led chiroqlar bilan yana ham ko'rinishini chiroyli qilib berganmiz. Mavjud binolarni ham kiritganmiz. Xuddi o'zini tashqi ko'rinishi hamma bo'lsa, o'shanda ko'rinishda ko'rishingiz mumkin. Beeline savdo bo'limi xuddi o'zinikidek ko'rsatilgan. Orqasida 16 qavatli turar joy binosi bor. Maketimizning binosini to'sib qo'ymaslik uchun pasaytirib ko'rsatganmiz. Ma'lumot, maketimizning sotuv ofisi yo'l yuzida joylashgan. O'shaning uchun mijozimiz maketni mebelini uchta tomoniga logotip qo'yib berishimizdan so'rashgan edi.